Xitoyning kengaymichilik siyosati davomlashmoqda. Xitoy prezidenti Shi Jinping Talibanlar tarafidan tayinlangan Afg'oniston bosh elchisi Asadullah Bilal Karimning ishonch xatini qabul qildi. Bu Xitoyning Taliban hukmronligini e'tirof qilgan tunji cho'ng davlat ekanligidan darak berdi. Xitoy Afg'onistonga 200 million yen qiymidagi jiddiy insonparvarlik yordami avatdi. Buningdan boshqa Xitoy shirkatlari Afg'onistondagi qazish va qurilish turlari uchun suhbatni boshladi. Bo'libmi Afg'onistonning mo'l leti zapsi Xitoyni jalb qilish markazi sifatida alohida ko'zga ko'rinarlik. Xitoyning Afg'onistondagi mavjudligi iqtisodiy manfaatidan boshqa chegara bexatarligini oshirish qatorliq strategik nishonlarni o'z ichiga oladi. Bir balvoq bir yo'l tashabbusi doirasida Xitoy Afg'onistondagi ulu aslaha turlariga mablag' solish orqali rayondagi ta'sirini oshirishni nishon qilib, Talibanni iqtisodiy jihatdan boyitishni planladi. Boshqa asosli davlatlar bo'lsa Taliban hukumatini rasmiy e'tirof qilishdan o'zini qochirdi. Tayvan yillik Hong Kong manevrini boshlash orqali Xitoyning hujumini tarmar qilish mashqi olib bormoqda. Bu manevrlar keng ko'lamli kecha manevrlari va qo'mondonlik aloqasini kesish qatorliq ssenariylarni o'z ichiga oladi. Xitoy Tayvanni o'zining zimini deb qaraydi va orol atrofida harbiy manevr olib boradi. Tayvanning bu xildagi manevrlari bo'lsa mudofaa iqtidorini kuchaytirib, Xitoyning mumkinchiligi bo'lgan hujumga tayyorlik qilishni maqsad qiladi. Manevr jarayonida cho'ng shaharlarda boshqariladigan bomba hujumini tahlil qilish olib berilib, xalq mudofaa tadbirlari sinab qilindi. Xitoyning elektronlik savdo supsi Trendyolning Turkiyadagi yangi belgilama bilan taxminan 70 milliard lira boj afzalligi bilan ta'minlanadiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bu belgilama elektronlik savdo qonuniga o'zgartirish kirgizish orqali Trendyol cho'qim to'lashga tegishli milliard dollarlik lira ijozatnomasini o'chirib etishni o'z ichiga oladi. Bu ahvol Xitoy shirkatlariga ta'minlangan boj imtiyozining davomi deb qaraldi. Fuqarolar iqtisodiy krizisga duch kelayotganda bunday zo'r boj kirimidan voz kechish andish paydo qildi. Tesla, X va SpaceX'ning bosh ijroiya amaldori Elon Musk, George Soros va uning o'g'lini Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harrisni qo'llaganlik uchun masxara qildi. George Sorosning o'g'li Alex Soros o'zining Harrisni qo'llaydiganligini va uni Donald Trumpni mag'lub qilishning eng yaxshi fursati deb ataganligini aytdi. Musk uni masxara qilib mundaq dedi: "Men Alexander Sorosning keyingi navbatdagi qo'nchoqning kim bo'ladiganligi to'g'risida kishilarni hayratga qoldirmaganligiga rahmat aytaman." George Soros 2022-yil o'tir mazgillik saylamda demokratik kandidatlarga ko'p miqdorda pul iona qilgan edi. Ukraina tashqi ishlar ministri Dmitriy Kuleba Beijingda suhbat berib, Xitoyning Rossiya-Ukraina urushidagi murosasichilik rolini muzokara qildi. Bu ziyorat Xitoyning tinchlik suhbatida aktiv rol o'ynash va dunyo siyosatidagi ta'sirini oshirish tirishchanligini o'z ichiga oldi. Sharqi Turkistonda Uyg'urlar uchrayotgan zulm va Xitoyning iqtisodiy manfaati Beijingning bu diplomatik harakatining orqasidagi strategik sabablardan biri. Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris prezident Joe Bidenning chekinish qaroridan keyin tunji qatim so'z qildi. Harris Bidenga minnatdorligini bildirdi. Harris mundaq dedi: "Bidenning bir navbatlik prezidentlik vazifasidagi muvaffaqiyat meroslari allaqachon 2 navbatlik vazifa o'tagan prezidentlarning merosidan eshib ketdi." Prezident Joe Biden oldingi kuni o'zining 5-noyabr o'tkazilmoqchi bo'lgan prezident saylamiga nomzodlikdan chekinadiganligini e'lon qildi va o'zining muavini Kamala Harrisning nomzod bo'lishini qo'llaydiganligini bildirdi.